Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida menejment fakulteti talabasi Hamroyeva Sabina Ismoil qizi. Abdulla Qahhorning ijodiy yo'li. 1923-yilning dekabr oyida Ushtum jurnalida Abdulla Qahhorning birinchi felyetoni bosildi. Shundan keyin u respublika matbuotida Gulor, Yalongoyoq, Norin shilpiq, Mavlon kufr, Nish kabi taqalluzlar bilan tez-tez felyetonlar, satirik she'rlar, hikoyalar e'lon qila boshladi. 1925-yilda Qizil O'zbekiston gazetasi uni Toshkentga gazeta tahririyatida ishlashga taklif etadi. Gazetaning Abdulla Qahhorning yozuvchi sifatida shakllanishida o'rni katta hisoblanadi. Abdulla Qahhor adabiyot olamiga hikoya janrining tengsiz ustasi bo'lib kirdi. Yozuvchining hatto o'zbek Chexova deb ham atashadi. Uning ilk kitobi Qishloq hukm ostida nomli kichik qissa 1932-yilda nashrdan chiqqan. Shundan so'ng yozuvchining Olam yasharadi va Tangrining kulgusi degan to'plamlari bosildi. Adibning Boshsiz odam hikoyasi ayol qadr-qimmati, ozodligini kuylovchi asar hisoblanadi. Yozuvchining 30-yillar ijodida ilk romani Sarob yaqqol ko'zga tashlanadi. Ushbu roman keng mavzuli bo'lib, o'sha davrdagi hayot manzaralarini real tasvirlagan. Voqealar tasvirida haqiqatni saqlab qolgan. Abdulla Qahhorning ijodiy hayoti mobaynida 40 dan ortiq asar yozgan. Bu kitoblar orasida 30 taga yaqin hikoyalar bo'lib, ular o'zbek adabiyotida hikoya janrining badiiy ufqlarini kengaytirgani bilan ahamiyatlidir. Asror bobo, Kampirlar sim qoqdi, Xotinlar hikoyalari va Oltin yulduz kabi qissalarda o'zbek jangchilarining mardligi, xalqimizning mehnatdagi jonbozligi, yuksak vatanparvarligi ifodalangan. Yozuvchining urushdan keyingi yillarda yaratgan O'shchinor chiroqlari 1951 romani va Sinchilak 1958, Muhabbat 1968, O'tmishdan ertaklar 1965-yil qissalari, Boshsiz odam, Anor, Bemor, Dahshat, O'g'ri, Millatchilar, San'atkor, Adabiyot muallimi, Ujar kabi hikoyalari o'zbek nasrining taraqqiyotiga muhim hissa bo'lib qo'shildi.